bu o'quv markaziga kelishdan avval kompyuterda bunaqa ishlay olmasdim. Assalomu alaykum. Assalomu. Aka, o'quv markazimiz haqida ikki og'iz fikringizni bildira olasizmi? Bemalol. Mikrofonni taqib qo'yaman. Xo'p, biz o'quv markazimizga kelishingizdan oldin kompyuterni qanchalik darajada bilardingiz? Xo'p, bu o'quv markaziga kelishdan avval kompyuterda bunaqa ishlay olmasdim. Masalan, Word, Excel bu to'g'risida men tushuncham yo'q edi. Hozir o'quv markazida 1 oylik kurs o'qib chiqdim. Word, Excelda o'zim bemalol ishlayman. Kursimizda aynan nimalarni o'rgandingiz? Asosan boyaga aytganimdek Word, Excel, PowerPoint, sun'iy intellekt o'shalar o'rganildi. Unda biz masalan prezentatsiya, slayd o'shalar yaratishni o'rgandik ko'proq. Kursdan foyda oldim deb o'ylaysizmi? Va albatta kursdan foyda oldik. Kursda boshqa o'zingizning do'stlaringizga, tanishlaringizga tavsiya bergan bo'larmisiz? Albatta, tavsiya beraman. Kelib o'qishsin.